Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar. Bugun biz Yangiobod tumanida samarali faoliyat va erishib kelayotgan yutuqlari bilan e'tirof etilayotgan Balandchaqir kelajagi xususiy korxonasi egasi Farhod Isroilov bilan suhbatlashish va ularning kelgusidagi rejalari va faoliyati haqida yaqindan tanish maqsadida tashrif buyurdik. Marhamat, suhbatimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum Farhod aka. Bugun tumanimizda muvaffaqiyatga erishib borayotgan tadbirkorlardan birisiz. Sizga shu bir-ikki savolimiz bor edi. Sizni bugungi muvaffaqiyatingizga olib kelgan eng muhim omil nima? Bizni shu tumanda tadbirkorlik yo'nalishida qilayotgan harakatlarimizda, mehnatlarimizda samarasi men asosiy bilamanki, omili bu ishga bo'lgan mas'uliyat. Mehnat birinchi galda. Tinimsiz mehnat shu ishimizni yaxshi natijalar ko'rsatish uchun qilinadigan harakatlarning natijasi, mevasi deb tushunaman. Asosiy nimasi shu. Demak, asosiy omillardan biri bu mehnat, mas'uliyat, Izlanish. intizom. Yaxshi aka. Ikkinchi savolimiz, nima sababdan aynan shu o'zimizda Yangiobod tumanimizda tadbirkorlik faoliyatingizda yo'lga qo'ydingiz? Bu yerning qanday afzalliklari bor? Yangiobod tumanida bu ishimni tadbirkorlik yo'nalishini yo'lga qo'yishimdan maqsad, sabab endi nima deymiz, asosan shu yurt farzandi biz birinchi galda. Shu yurt farzandi bo'lganimizdan keyin shu tumanimizda, o'zimizni xalqimizda yoki o'zimizni elimizda ko'rsatkichlari bor. Masalan, nima deymiz, shu yerda obodonchilik ishlari, boyagi tadbirkor yo'nalishidagi har xil yaxshi natijalar albatta shu yerda ko'rsatishimizda maqsadimiz, boshqa joyda emas. Natijalar shu yerda ko'rinishi kerak, shu yerda xalq bilan ishlashimiz kerak, shu yerda yoshlar bilan ishlashimiz kerak. Shu yerda tumanimizda kerak bo'lsa ozroq rivojlanish holatiga hissamiz qo'shiladi deb o'ylayman, yaxshi natijalar ko'rsata olsak. Maqsad shu. Rahmat. Endi shu biz bilganim, siz bitta shu restoran biznesi bilan cheklanmaysiz. Sizda 1-2-3 ta boshqa sohada ham tadbirkorlik yo'nalishlaringiz bor. Mana shu korxonalaringizda jamini hisoblaganda nechta ish o'rni yaratgansiz? Nechta yoshlarda yoki shu ishsiz fuqarolarni bandligini ta'minlagansiz? Asosan hozir bu yerdagi ishchilarimiz, xizmatchilarimiz va jami hisoblaganda o'zimizni mahalliy fuqarolar, asosan oilaviy biznesdan boshlangan narsa, atrofiga qo'shilgan qarindoshlar, qo'shnilar, yaqin insonlar, shu iloji boricha qo'lidan shu sohada ish keladigan mutaxassislarni yig'ishga harakat qilganmiz. Har xil sohalarimiz bo'yicha, misol uchun mana shu umumiy ovqatlanish sohasi bo'yicha o'ziga yarasha yoki texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha o'ziga yarasha, savdo yo'nalishi bo'yicha o'ziga yarasha mutaxassislar bilan maslahatlashib jamoa yig'ilgan yoki hammasi shu sohalardan kelib chiqib, hozir 30 dan oshiq jami o'zimdan boshlab ishchilarimda jami shu xodimlarim bor. Demak, Har xil sohalar bo'yicha 30 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlagansiz. shunday. Hozirgi kunda tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz bor. Ularga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Yoshlar endi hozirgi zamon talabi bu tadbirkorlik. Bu davlat siyosati deymizmi, prezidentimizni to'g'ridan to'g'ri qo'llab-quvvatlashini aytamizmi? Bu sohani, tadbirkorlik yo'nalishini yoshlarga tavsiya beraman, maslahat beraman, qo'rqmasdan o'zlari qiziqqan sohani yo'nalishini, tadbirkorlikda ham yo'nalish xillari juda ko'pda. O'zlari qaysi sohasiga, yo'nalishga qiziqadi. Birinchi shuni tanlab olish kerak. Ikkinchi, qo'rqmasdan o'sha ishni orqasidan kirishib, tinmasdan bir kerak bo'lsa bir ibratli bir qandaydir yo'nalishdagi shu ishni ustalarini etagidan ushlab, ustoz qilib o'ziga shuni sirlarini o'rganish kerak. O'shanga butun vujudi bilan harakat qilib mehnat qilish kerak. Xudo xolasa yoshlarimiz ko'p mehnatkash, harakatchan yoshlarimiz bor. Ular
shu sohaga kirishib harakat qilsalar yaxshi niyatlarga, natijalarga, muvaffaqiyatlarga erishadi degan umidimiz bor. Rahmat aka. Yana bir savolimiz bor edi. Bu sizni tadbirkorlik faoliyatingizda deganimiz bir 3-4 yildan buyon asta-asta kengaytirib boryapsiz. Tadbirkorlik o'z aytmoqchilik yo'nalishlari ko'p. Shu yo'nalishlarda o'z omadingizni sinab ko'ryapsiz. Yana yaqin kelajakda, yaqin yillarda yana qanday loyihalaringiz bor? Agar sir bo'lmasa, shu bilan ham maslahatlashsangiz. Albatta, endi rejalar, niyatlar bo'ladi, siz hayotingiz to'xtab qoladi, bo'lmasa o'zi asli faoliyatimiz yakka tadbirkorlikdan boshlangan, bitta shaxsdan degani bu, ya'ni bir o'zimdan boshlangandi vaqtida. Bu 20 yil oldin gap, 22 yil oldin gap. Sekin-sekin mana harakatlar qilib, yo'nalishlar qidirib, yuridik maqomdagi shu tadbirkorlik yo'nalishini boshladik. Unda boyagi 3-4 ta odam bilan boshlangan narsa edi. O'sha keyingi faoliyatimiz. Vaqtlar o'tib, yillar o'tib, yana bu shu harakatlar, mehnatlar samarasi bilan hozirgi sharoitgacha mana Xudoga shukr yetib keldik. Yana to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Iloji boricha yana faoliyat kengaytirishga, boyagi ishchi o'rinlarni yana ko'paytirishga, qancha bu sohaga qiziqqan deylik yigitlarimiz bor, qizlarimiz bor, fuqarolarimiz bor, ularni atrofimizga yig'ishga harakat qilib, shular bilan birgalikda qilamiz. Buni albatta misol uchun bir o'zim qila olmayman, ko'pchilik bilan bo'ladigan ishda bu. Shunday. Rejalar bor, ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha yana nimalardir qilish rejalarimiz bor, yoki yana shu xalqqa xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha ham faoliyat kengaytirish rejalarimiz bor. Masalan, hozir 30 ta deylik ishchi o'rni bo'ladigan bo'lsa, keyingi yilidan rejalashtirib turibmiz 60 taga taxminan ishchi o'rinlarni shakllantirish rejalarini qilib turibmiz. Xudo xohlasa, bu ishlarimiz amalga oshadigan bo'lsa, rejalarimiz shu ko'rsatkich amalga oshadi degan umiddamiz. Rahmat, niyatlaringizga yeting. Rahmat. Farhod aka, o'zingizning xabaringiz bor, mana mustaqilligimizda 35 yilligi yaqinlashib kelyapti. Avvalo shu bayram bilan sizni muborakbod aytaman-da. Rahmat. Yurtdoshlarimizga o'zingizning tilaklaringizni bildirsangiz. Albatta, bu yurtimizda, mustaqil O'zbekistonimizda mustaqilligining 35 yilligi tadbiri bayrami, bu elimizni bayrami, xalqimizni bayrami. Ketgan ota-bobolarimizning orzusi. Bayram bilan butun xalqimizni, elimizda, yaqinlarimizni hammani chin ko'ngildan tabriklayman. O'zim nomidan, oilamiz nomidan, kollektiv jamoamiz nomidan tabriklayman. Iloyim mana shu mustaqilligimizga ko'z tegmasin. Xalqimiz tinch, obod, chiroyli hayot kechirsin. To'ylar, tomoshalar qilsin, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Butun mana shu xalqimizni yana bir bor shu bayram bilan tabriklayman. Har kimni Xudoyim taolo shu niyatlariga yetsin, rejalari amalga oshsin har kim. Sog' bo'linglar. Rahmat aka, sog' bo'ling. Rahmat.